Assalomu alaykum akalar. Biz xudo xolasa yig'ish jarayonidamiz lisalarda. Lisalarimiz sezon kelib qolgani uchun bor haliyam. Yo'q emas, taxlab qo'yganmiz. Ko'chalarga ham taxlab qo'yganmiz bor. Serob lisalar. Tortim yaxshi bo'lgani uchun yana boshladik. Katta yo'lni to'xtatib turibmiz. Demakki, lisa uchib ketib qoldi. Hop, bugun men sizlarga svarka jarayonini ko'rsatmoqchi edim. Telefonim sal oddiyroq, sifatli videoga olmaydi. Svarkalash jarayoni o'zim 15 yillik stajga egaman. To'g'ri, nomer adinman demayman. Chunki bizdan ham kuchli svarchilar bor, ustozlar bor. Ularni tan olgan holda biz ham staj kam emas deb o'zimiz aytmoqchi edik. Svarkasiga garantiya beramiz. Chok qo'yib yuborishligiga, boshqasiga. Bizda kачественный svarka bo'ladi, hammasi. Ishlarimiz tekis bo'ladi. Bitta narsa aytmoqchi edimki, o'zim 4 yil Rossiyada ishlab kelganman. Shogird bo'lib o'rganganman, svarkani boshqa qilganman. Rossiyada ham staj to'plab kelganman svarkadan. Diplomim ham bor. O'qish tomonlama ham diplom bilan, как положено diplom olganman, diplomlarim bor. Bizda Xudoga shukr, svarkalardan muammo yo'q. Aynan bugun svarkasiga to'xtalmoqchi edim. Chunki ko'p klientlar telefon qilishyapti-da. Uka, svarkasi bundoq ekan, haligi svarkang yaxshimi degan ma'noda bizga ko'p gapirishyapti. Svarkamizga javob beramiz, sifatiga, chiroyliligiga, birinchi o'rinda baquvvatligiga, moshniligiga javob beramiz. Ishlarimiz tekisligiga. Agar svarkasi qo'yib yuborsa, o'rniga yangi beramiz. Lesa qo'yib yuboradimi, nima qo'yib yuborsa ham ishlarimizga garantiya beramiz hammasiga. Shuning uchun bemalol, bexijolat telefon qilaveringlar. Ish sifatidan muammo yo'q, xudo xohlasa. Shuni aytmoqchi edim sizlarga hammasini. Instagramdan ko'rib turganlar bu videomizni ko'rishadi va svarkamiz sifatiga o'zlari baho berishadi inshaalloh. Akalar, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bizda svarkalar ishonchli. To'g'ri, nomer 1 demaymiz, chunki ustozlar bor, kuchli svarchilar bor. Biz ularning oldiga tushib birinchi raqamlimiz demaymiz. Ularni darajasiga yetmagan bo'lsak ham yetishga harakat qilyapmiz. Svarkamiz ustida ishlayapmiz. Svarkaga o'zlaring baho berib qo'yaverasizlar inshaalloh.